Turkiyadan Rossiyaga borganlarni kirgizmay ekan. Shu gap rostmi debdilar. Bu gap rost, lekin hammani kirgizmaydi degani emas. Meni o'zim 3 marta Rossiyadan Turkiyaga borganman. 3 marta ham kirgizgan, o'sha vaqtda patentim bo'lgan. Menga tamojnik nima savollarni bergan va nima atvet berganman, bular hammasini aytib beraman. Nima sababdan Turkiyadan yo Yegiptdan kirganlarni Rossiyaga bitta-bitta tekshiradi? Chunki Suriyaga через Turkiya yo через Yegipit o'tgan odamlar urushga, shu sababdan Turkiyadan yo Yegiptdan kelganlarni bitta-bitta tekshiradi. Kimlarni kirgizmaydi? Rossiyada taqiqlangan sayt bo'ladimi, kanal, gruppa bo'ladimi? Men shularga kimdir podpisatsiya qilgan bo'laman, kommentariy yozgan bo'laman, yo like bosgan bo'laman. Mana shu odamlarni kirgizmaydi. Telefonini bitta-bitta tekshiradi. U soatlab tekshiradi emas. Telefonga powerbankga o'xshagan narsani shunday tiqadi, 10 sekund ishlab turadi, bo'ldi. Ungacha ikkinchi savol javob qiladi. Meni nima savol javob qilgan? Biza семейный borganmiz, xotinim, balalarimni ularni o'tkazib yuborgan va meni o'zimni inspektor savol javob qilgan. Turkiyaga nimaga bording, nima ish qilgansan va qayerda yashagansan deydi. Men aylangan borganman. Otelga turganmiz dedim. Otel adreslarini so'raydi va Turkiyaga birorta tanishing yo qarindoshing bormi deb so'raydi. Namoz o'qiganmisan deydi. Hamma javoblarga to'g'ri javob bering, hech qachon allamang. Nima sababdan desangiz, siz ikkinchi, uchinchi marta Rossiyaga yana kirdi chiqdi qilgan vaqtingiz mabodo sizni tamojnik yana so'rab qolsa, birinchi bergan atvetlaringizni ular yozib qo'ygan. Ikkinchi, uchinchi atvetingiz bilan to'g'ri kelmasa, o'sha ikkinchi safar kirgizmaydi. Shu sababdan ko'plar aytadi, Turkiyadan kelganlar kirgizmay ekan deydi. Bu bo'lmagan gap. Siz chista normal ishlagani yo dam olgani borsangiz bemalol kirib kelasiz.